Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Italiya ta'lim tizimi mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Ushbu mavzumiz 3 ta rejadan iborat bo'lib, birinchi rejamiz Italiya ta'lim tizimi haqida tushuncha, ikkinchi rejamiz Italiyada maktabgacha ta'lim va tarbiya masalalari va uchinchi rejamiz Italiyada o'quv-tarbiya tizimi va ta'limni tashkil etish bosqichlari hisoblanadi. Italiyadagi ta'lim tizimi 4 bosqichdan iborat. Maktabgacha, boshlang'ich, o'rta va oliy ta'limga bo'linadi. Italiyada o'qish qonun bilan huquq burch shaklida belgilanadi. Ta'lim olish huquqi va shu bilan birga 14 yoshgacha maktabda o'qish majburiyati. Mamlakatda noqonuniy yashayotgan bolalar ham asosiy ta'lim olish huquqiga ega hisoblanadi. Italiyada maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va jamiyatning muhim bir qismi sifatida qaraladi. Maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bolalarga ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishda yordam berishdir. Bu tizim o'zining pedagogik yondashuvlarida barcha bolalarga teng imkoniyatlar yaratishga intiladi. Italiyada maktabgacha ta'limni quyidagi tashkilotlar ta'minlaydi. Ya'ni bolalar uyi, 6 oylikdan 3 yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan bolalar bog'chasi. Bu joyda bolalar asosiy ijtimoiy va jismoniy ko'nikmalarni o'rganishadi. Ular o'yin orqali o'z hissiy va aqliy rivojlanishini boshlaydilar. Keyingisi bolalar maktabi. Bu 3-6 yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan maktabgacha ta'lim muassasasi. Bu bosqich bolalarning ta'lim va tarbiyasining muhim davri hisoblanadi. Bu maktabda bolalar asosiy akademik va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadilar. Masalan, nutqni rivojlantirish, raqamli va matematik asoslar, san'at va jismoniy tarbiya. Italiyadagi maktabgacha ta'limda pedagoglar bolalarga bilim berishda quyidagilarga e'tibor qaratishadi. Ya'ni kreativlik, muammolarni hal qilish, ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantirish. Bunda barcha ta'lim o'yin orqali amalga oshiriladi. Reggio Emilia yondashuvi. Bu metod bolalarning o'z tajribalari orqali o'rganishlariga, ijodkorlik va o'zini ifoda etishlariga katta ahamiyat beradi. Reggio Emilia tizimi maktabgacha ta'limning eng mashhur yondashuvlaridan biridir. Bu yondashuvda bolalar muhit bilan o'zaro aloqada bo'lishadi, muammolarni o'zlari hal qilishlari va o'zining tajribasi orqali ta'lim olishlari ko'zda tutiladi. Maktabgacha ta'lim sektorlari asosan davlat va xususiy sektorlarga bo'linadi. Davlat sektorlari maktabgacha ta'lim davlat tomonidan qisman moliyalashtiriladi va ko'plab yirik shaharlarda bepul maktabgacha ta'lim muassasalari mavjud. Davlatning asosiy maqsadi barcha bolalar uchun sifatli ta'lim va tarbiya imkoniyatlarini yaratishdir. Xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari ham mavjud. Ular ko'proq keng tanlov va maxsus ta'lim dasturlari taqdim etadi. Lekin ular uchun ota-onalar to'lovni amalga oshirishadi. Italiyada ta'lim tizimi bolalar uchun ijtimoiy inkluzivlikni ta'minlashga harakat qiladi. Maktabgacha ta'limning har bir bolaga teng imkoniyatlar yaratish maqsadida mahalliy bolalar, migratsiya jarayonida bo'lgan oilalarning bolalari uchun ham moslashtirilgan dasturlar mavjud. Pedagogik kadrlar. Italiyada maktabgacha ta'limni tashkil etuvchi tarbiyachilar o'zlarining pedagogik malakalarini yaxshilash uchun doimiy ravishda ta'lim olishadi. Pedagoglar asosan universitetlarda yoki ixtisoslashgan kurslarda maktabgacha ta'lim bo'yicha malakali bo'lishadi. Pedagoglar bolalarni tarbiyalashda va ularga bilim berishda individual yondashuvni qo'llashadi. Ta'limning rivojlanish yo'llari. Raqamli ta'lim. Hozirgi
Hozirda Italiyada maktabgacha ta'limda raqamli vositalar va texnologiyalardan foydalanish ortib bormoqda. Bu bolalarga integrativ va innovatsion o'quv jarayonlarini taqdim etish uchun imkoniyat yaratadi. Inklyuziv ta'lim. Italiya davlat ta'limi tizimi maktabgacha ta'limni inklyuziv qilishga harakat qilmoqda. Ya'ni har bir bola o'z ehtiyojlariga mos tarzda ta'lim olishi uchun imkoniyatlar yaratishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Italiya ta'lim tizimida hozirda navbatdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Italiyada bolalar 3 yoshdan bolalar bog'chasiga berishadi. U yerda bolalar 3 yil davomida maktabga tayyorlanishadi. Bolalar guruhlarida 15-30 kishidan bo'lib, ular mashhur pedagog Maria Montessori metodi asosida tahsil olishadi. Xususiy katolik bolalar bog'chalari ham bo'lib, ular an'anaviy usulda tarbiyalanishadi. Italiyada o'rta ta'lim 2 bosqichga bo'linadi. Birinchi o'rta ta'lim va ikkinchi o'rta maktab. Italiyadagi eng mashhur universitetlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin. Ya'ni Bologna universiteti, Milano Politexnika universiteti hamda Roma La Sapienza universiteti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.